Yoshingiz nechida? 17. 17da. Necha kunda tugatasiz bu obyektni? 11 kun. Necha kunda tugatib boramiz bu obyektimizni? Ro'za 10 kun 11 kun aşağı. 12-11 kunda. 15 kunda tugatib borsanglar 500 ming bonusi bor ekan. Ukamizga 15 kunda tugatib borsanglar 500 ming bonusi bor degandim. Muddatidan avval tugatdi. 500 ming ukaxon qulluq bo'lsin. Malades, charchamanglar. Abdurazzoq ukamiz 410 kvadrat tunikafon, 65 metr tarno, 40 metr choksiz turbalarimizni 11 kun tugatib yubordi. Ustasi bilan birga edi. Hormanglar uka. Charchamasdan. Malades. Qachon duo beramiz shogirdimizga? Xolasaga tayyor bo'lib qoldi, nasib qilsa shu oz muddatlarda duo beramiz. Uka yana ham chiroyli, malades, zo'r. Aslon ishda Ahmadjon ukamiz qiladi. Ko'proq joyini shu ukamizni qo'lida ham tegadi. Ko'p joyni shu ukamiz ham qiladi. Tarbiyasini olyapti, malades, zo'r, ishlari sifatli. Ham tez. Endi do'stlar, mana tezligini aytdik, endi sifatini ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Uka qo'linglar dard ko'rmasin. Malades, charchamanglar. Alloh rozi bo'lsin. Xudo xolasa pulinglar barakali uka. Inshaalloh. Xo'p, do'stlar ko'rishinglar mumkin. Burchaklarni birinchi ishda ustani darajasini bildiradigan burchaklarni ozgina olib kelib yaqinlashtirib ko'rsatamiz. Hech qanaqa germetik ishlatilmagan, hamma yo'q ideal, cho'tki, xudo xolasa. Xo'p. Bu xonadonimizda do'stlar robotxonasini tunikafon qilib berdik. Bu joyimiz dasturxon fason yulduzchalardan qo'yib chiroyli qilib berganmiz. Hamda ichkari tomon shapkalarni polnisi aylanasiga ida akfasini tepalarini ham ashka qilib berganmiz. Hamda bu joyimizda ustun bordi, ustunimizni mebel tunikamizdan bir xilda akfasiga mosla qilib berganmiz. Burchaklarini mana yaqinlashtiraman, bir ko'ringlar. Ideal, o'ta go'zal qilib chiqargan, xudo xolasa. Liniyalarni qaranglar. Choksiz bu yerda bizdan oldin xonadon egasi Atsinkovga chokli tarna qo'ygan ekan, buzib olib tashab, suv oqayotgan ekan. Yangi choksiz tarnalarni ustunovka qilib berdik. Burchaklarini qaranglar. O'ta ideal, go'zal qilib chiqarilgan. Bu tugash joylarini ham qaranglar, xudo xolasa. Men yana bitta maza qilib olgan joyim bor. Videoni oxirigacha ko'ringlar, sizlarga manfaatli bo'ladi, xudo xolasa. Bu burchakni qaranglar, tashqi burchak. O'ta mana yaqinlashtirib ko'rsataman. O'ta ideal, go'zal kelgan, xudo xolasa. Liniyalarga bir qaranglar, liniyalar bir xilda cho'tki tekis kelgan. Ko'rishinglar mumkin. Do'stlar, bu obyektimizga 410 kvadrat tunikafon, 65 metr tarno, 40 metr turba ustunovka qilib berdik. Ishning sifatini ko'rdinglar. 11 kunda bu obyektimiz tugatdi. Sizlarga ham shunaqa sifatli ishlar kerak bo'lsa, doim aloqadamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Bizning shior halollikda baraka. Sog' bo'linglar.